Raif Jilasun. Muqaddas azob. Ikki yo'l orasida. Abdulloh Halil Mahdiy qarib qoldi. Hali ancha tetik ko'rinsa ham, baribir avvalgidek g'ayrati, haybati yo'q edi. Betopligi tufayli ancha cho'kib ham qoldi. Shuning uchun nabirasi Sudan xalqi tomonidan yelkalarda ko'tarilganini eshitib, ko'zlari yoshga to'ldi. Nahotki bu bola hali bir yoshga ham to'lmasidan, o'ldiringlar ko'zimga ko'rinmasin buyrug'ini bergan men bo'lsam degan og'ir o'y yuragini xanjardek tilib o'tdi. Hatto Turkiya sohillaridan biriga tashlab keta qolaylik deyishsa ham ko'nmagandi. Bu valadi zino oilamning sharafiga salbiy ta'sir qiladi degan xayol uni mana shu jinoyatga boshlagan, xatosini tushunib yetganda esa kech bo'lgan edi. Shuning uchun yillar davomida izlattirgan nabirasi topilishi bilan yengil tin olib, Allohdan af tilab shukr sajdasiga bosh qo'ydi. Ana shunday iztirobli ammo oxiri quvonchli, samimiy tuyg'ular ostida nabirasining peshonasidan o'payotib, o'zini tuta olmay ho'ngrab yig'lab yubordi. Mahdiy oilasiga yana bir qahramon kirib keldi deya Allohga shukr qildi. Inshaalloh bu arislonim g'arb zehniyatini qo'porib tashlab, Sudanni to'liq ozodlikka olib chiqadi deya umid bilan maqtanib qo'ydi. Abdulloh Halil Mahdiyning 3 onadan tug'ilgan 3 nabirasi bor. Zanji kelini dunyoga keltirgan nabirasining ismi Sayfulloh. U xuddi onasidek qop-qora, o'ziga o'xshab ketadi. Hozir 18 yoshda, tajribasiz, lekin juda erkatoy, jur'atkor edi. Pul, mol-u davlat va oila shuhrati telbaga aylantirgan bola. Uning dunyoqarashi buvasining fikrlariga tamomila zid edi. Abdulloh Halil Mahdiy musulmon edi. Sudan xalqining katta qismi ham musulmon, ammo bu nabirasi g'arb mentalitetiga telbalarcha bog'langan, Sudanni faqatgina g'arblashish qutqaradi. Madaniyatli xalqlar orasida ozodlikka mana shu yo'l bilan yetishadi degan fikrni yoqlardi. Buvasini zamondan orqada qolgan, qoloq deb bilar, hatto bu fikrlarini ochiqdan ochiq bildirib, sizning davringiz o'tdi, biz 20-asrda yashayapmiz deyishga jur'at qilardi. Abdulloh Halil Mahdiy bu nabirasini juda yaxshi ko'rar, ammo noto'g'ri yo'ldan ketayotganidan nihoyatda xafa edi. Men Sudanni qullikdan qutqardim, nabiram esa Sudanni yana Yevropa kishanlariga kishanlamoqchi deb qo'rqardi. Abdulloh Halil Mahdiyning qiz nabirasi ham bor. Ismi Laylo, rangi jigarrang. Uning onasi Mari degan ingliz ayoli. O'g'li Rizoulloh uni Angliyaga borganda ko'rib, tanishib, sevib qolgandi. Keyin qizni Sudanga olib kelib, qoidaga ko'ra nikohlab olgan. Abdulloh Mahdiy chinakam qahramon inson edi. U yillar davomida mustamlakachi ingliz va fransuzlarga qarshi kurashdi. Sudanni mustaqillikka erishtirish uchun bor kuchini sarfladi. Ammo shu bugungacha jonini ham fido qilishga tayyor bo'lgan jonajon Sudanidan xavotirda. Chunki o'zi istagandek voris tarbiyalay olmaganidan chuqur iztirobda edi. O'g'lini Misrda haqiqiy askar qilib tarbiyalayman deb qilgan barcha harakatlari zoyi ketdi. Rizoulloh yaxshi harbiy ta'lim oldi, ammo askar ruhiyatiga ega bo'la olmadi. U otasining yer mulklaridan foydalanib, boylik orttirish, mol-mulkini ko'paytirishdangina zavq olar, siyosat va urushdan esa nafratlanardi. Shuning uchun ham keksayib qolgan Arislon Abdulloh Halil Mahdiyning bor umidi nabirasi Zulfiqordan edi. U nabirasining xarakteri va ichki dunyosi bilan endi tanishadi. Hali uni yaxshi tanimaydi, lekin Musoning porlagan ko'zlaridan qalbida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Ichida qandaydir bir ovoz sen izlagan nabira mana shu der edi. Yuragini qamrab olgan mana shu hislar Abdullohning ruhini biroz bo'lsa ham sokinlashtirardi. Muso faqat buvasining emas, boshqa kishilarning nazdida ham mana shunday qadr-qiymatga ega edi. Zulfiqor Sudan uchun kutilgan kunlar mujdasi sifatida namoyon bo'lgan edi. Ammo Musoning Sudan haqidagi fikrlari hech biriga mos kelmasdi. Bir umr turk bo'lib yashadi. Yoshligi Turkiyada o'tdi. Endi esa taqdir uni Sudan tuproqlariga olib keldi. Ichida bir ovoz sen sudanliksan, ota-onang sudanlik, tomirlaringdagi qon Sudan loyidan paydo bo'lgan der edi.
Muso ana shu ta'sir ostida bu ichki ovoz uchun ruhini chalg'ituvchi tasallilar izlardi. Muso Sudanga qanday manfaat keltirishi mumkin? Xalqi musulmon bo'lgan o'lkaning insonlariga xizmat qilish uning uchun yagona tasalli manbai edi. Hali bir qarorga kelmagan bo'lsa ham, ko'pchilik orzu qilganidan tashqari bir xizmat ham qilish kerak. U xalq bilan yaqin bo'ladi. Uning madaniyatini, urf-odatlarini o'rganadi. Ammo hozircha aniq bir qarorga kelishga haqli ravishda tortinardi. Muso ukasi Sayfulloh bilan Xartumga kelganining ikkinchi kuni tanishdi. Ular ota bir, ona boshqa aka-ukalar edi. Tomirlaridan bir xil qon oqar, ammo yuraklarining urishi boshqacha. Sayfulloh endigina 18 ga kirgan, hali yosh, tajribasiz yigit. Pul, mol dunyo va oilaning obro'si uni keragidan ortiq erkalatib yuborgan. Eng yomoni u siyosiy hayotga ancha erta qadam tashlagan, bosh bo'lish dardiga chalingandi. G'arb mentalitetini himoya qilar, targ'ibotini shu yo'nalishda olib borardi. Zulfiqor esa Turkiyadan kelgan, g'arb madaniyatining ta'siri va oqimi ichida katta bo'lgan. Sayfulloh bu borada yangi akasidan foydalanishni niyat qilgan bo'lsa ham, Xalitdan qalbida Musoga nisbatan hasad nihollari bo'y ko'rsata boshladi. Sayfullohga tasalli beradigan birgina narsa Zulfiqorning oq tanli ekani edi. Bu jihatdan u sudanliklarga o'xshamasdi. Shuning uchun uni akam deb bemalol bag'riga bosdi. Sudanda oq tanlilarni yomon ko'rishadi. Shuning uchun bu jihat Sayfullohga ustunlik berardi. Ammo musulmon yurt bo'lgan Sudanda siyosatchi bo'laman degan odam musulmondek ko'rinishi ham zarur edi. Shuning uchun Sayfulloh vaqti bilan masjidda ko'rinib turar, ammo aslida tinmay ichkilik ichar, bemalol qimor o'ynar. Eng yomoni, islom taqiqlagan bu qiliqlarni xalqdan unchalik yashirmasdi ham. Sayfulloh otasiga juda ham o'xshar, ammo u qilayotgan ishlar, ko'zlagan maqsadlar tamoman boshqa edi. Rizoulloh mana shu jihatdan xafa, chunki u siyosatdan, vatanga xizmat degan narsalardan uzoqda edi. Otasi uni Misrda chinakam ofitser, sarkarda qilib tarbiyalash uchun maxsus bilim yurtida o'qitdi. Lekin Rizoullohning fikru xayoli faqat pulda, boy bo'lishda edi. Rizoulloh otasining u haqdagi niyatlarini bir chetga surib qo'yib, o'zini ishbilarmonlikka urdi. U Sayfullohni ham o'z safida ko'rishni istar, lekin yurak yutib bugungacha uni paxta dalalariga yaqinlashtirmagandi. Faqir va fuqaroning qornini to'ydirish, ehtiyojlarini qondirish, davlatga katta miqdorda soliq to'lash orqali ham vatanga, millatga xizmat qilishning eng a'losini qilish mumkin, ammo bu fikrlarni o'g'liga tushuntira olmayotgandi. Shuning uchun uning ham umidi Zulfiqordan edi. Uning ko'nglini olsam shuncha mehnatlarim bekor ketmaydi degan orzu ichida yashay boshladi. Ammo bu gapni Zulfiqorga aytishga hali erta. Bu kabi fikrlarni, orzu umidlarini asta-sekin uning miyasiga, qalbiga singdirish uchun vaqt kerak edi. Rizoulloh mana shu fikrlar bilan yurarkan, bir kuni Muso ovqatdan keyin otasiga kulib qarab, "Ota, sizning paxta dalalaringizni ko'rishni orzu qilaman. O'sha tomonga boradigan bo'lsangiz iltimos, meni ham olib keting", deb qoldi. Uning bu so'zlariga Rizoullohning yuragi sal bo'lsa hayajondan to'xtab qolay dedi. Bu uning uchun kutilmagan xush xabar edi. "Mayli o'g'lim, ertagayoq borsak bo'ladi. Ertalabga tayyor bo'lib turgin. Boshqaruvchi janob James ham shu yerda. Hoziroq xabar beraylik. Mashinasini tayyorlasin", dedi-yu darhol telefon qildi. Rizoulloh to'xtamasdan tadbirkorlikning fazilatlari haqida gapirar, mol dunyoning, boylikning mamlakatga, vatanga keltiradigan foydalari to'g'risida kuyib-pishib so'zlardi. Ishbilarmonlik keltiradigan mol, mulk va boylik davlat rahbarligini qo'lga kiritishdan, eng yuqori lavozimlarga ko'tarilishdan ham xayrliroq, qulayroq va foydaliroq, derdi u. Ota-bobolarimizning peshona teri bilan bizga qoldirilgan merosni, mana bu boy tuproqlarni chetga surib qo'yib siyosatga urinish ahmoqlikdir. Mol mulkimizni, yerlarimizning boyliklarini begonalarga yedirib, ulardan qolgan sarqitga bo'yin egish aqlga sig'maydigan ish. Buni o'zing ham bilasan. Otam butun umrini Sudan uchun sarfladi, lekin uning qadriga yetishdimi? Meni ham o'zining yo'lida yurgizish uchun Misrga yubordi. Qo'shinda tarbiyalab Sudan xalqiga hokim bo'lishimni istadi. Vaholanki urush, janjal, tortishuvlar, umrni xazon qilishdan nariga o'tmaydigan shuhrat bor yo'g'i shu. Yaxshiyamki vaqtida aqlimni yig'ishtirib kelajagimni, taqdirimni o'zim chizdim.
Ajdodlarimizdan meros qolgan mol-mulkni ko'paytirdim. Davlatga, millatga otamdan ko'ra ko'proq foydam tegdi. Qaniydi seni ham shu yo'lda yurganingni ko'rsam, shuncha mehnatlarim bekor ketmasa. Ukang Sayfulloh bo'lsa o'zini juda osmonda deb biladi. U bilan kelishib bo'lmaydi. Endi bor umidim sendan o'g'lim. Inshaalloh yanglishmagan bo'layin ish qilib. Ota ko'zlari jovdirab Musoning javobini kutardi. Muso javob o'rniga jilmayib qo'ydi. Ha yoki yo'q demadi. Ammo uning shirin jilmayishi ham Rizollohning ko'nglida umid uchqunlarini paydo qildi. Orzu eshiklarini lang ochdi. Janob James tayyorman deb javob yubordi. Biroq u Zulfiqorning ziroat ishlariga aralashishini unchalik istamayotgandi. Ziroat bu dehqonchilik. James Sudanda katta bo'lgan, ziroatni o'ziga kasb qilib olgan, uzoq yillardan beri Mahdi sulolasining yerlarida ekin-tikin qilar, sheriklikdan kattagina foyda ko'rardi. Shuning uchun o'zining ishiga birovning aralashishini xohlamasdi. Uni endi ishni yer egasining farzandlari egallab oladi degan tashvish qo'rqitardi. Sayfullohni bu yo'nalishdan uzoqlashtirgan, Sudanni rivojlantirish fikriga qiziqtirgan ham janob James edi. Endi qarshisida Zulfiqor degan yana bir merosxo'r paydo bo'lgach, uni Sayfullohdan ham xavfliroq deb hisoblardi. James Musoning aeroportdagi nutqini eshitgach, bu shubhalari yanada kuchaydi. Shu kundan boshlab Zulfiqor bilan yaqin do'st bo'lib olish kerak. Uni ichkilik tortiladigan dasturxonlarga, aysh-ishratga, kayfu safoga sudrash, qimor stolining doimiy mijoziga aylantirish, kerak bo'lsa eng go'zal qizlarni tortiq qilib, uni ishbilarmonlikdan imkoni boricha uzoqda ushlash maqsadida turli rejalar tuza boshladi. Zulfiqor qopqog'i yopiq quti edi. Shuning uchun James uning ichida nima borligini hali aniq bilmasdi. Quyosh chiqmasidan Rizolloh ko'shkining darvozasi ochildi. Tashqarida jip tayyor turibdi. Dala anchagina uzoq edi. Mashinaga o'tirib katta tezlikda Kardafan shahri atrofida joylashgan paxta dalalari tomon ketishdi. Izoh: Kardafan Sudandagi qadimiy shahar. 1994-yilgacha mavjud bo'lgan, keyinchalik shimoliy, janubiy va sharqiy Kardafanga bo'lingan. Rizollohning 3-rafiqasi, Musoning o'gay onasi, oq sariqdan kelgan ingliz go'zali Mari Kardafanda dam olayotgandi. U har yili ov mavsumida bu shaharga kelib dalada ot choptirar, ov ziyofatlarini tashkil qilib ko'ngilxushliklar qilardi. Mari musulmonlikni qabul qilmagan. Protestant mazhabiga mansub bo'lishiga qaramay, na dinga, na boshqa biror ma'naviy tuyg'ularga hech bir aloqasi yo'q edi. Hayoti faqat yeb-ichish, o'yin-kulgu qilishdan-gina iborat. Aslida bu ayol janob Jamesga Rizollohni qo'l ostida ushlab turish uchun bir vosita edi xolos. Janob James Rizollohning xotini bilan Zulfiqor o'rtasida ishqiy munosabatni paydo qila olmaydi, lekin uning yordamida buzuqlik dunyosiga eshik ochilishi mumkin edi. Inglizning qalbiga mana shu fikr orom berardi. Mari fermada yashayotgani uchun Kardafan shahriga kirmay to'g'ri mashinalar dargohiga bordi. Rizolloh rafiqasi va qizi Layloni Zulfiqor bilan tanishtirib qo'yishni, ular o'rtasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yishni istardi. Laylo 16 yoshda. U inglizcha tarbiya olgan, erkak shoda bo'lib o'sgan. Uning uchun dars, o'qish ikkinchi o'rinda, onasidan ko'rgan yashash tarzini davom ettirardi. Tennis, ot minish, raqsga tushish, musiqa va ko'ngil xushliklar bilan erkalatilgan bunday qiz bilan Muso qanday muloqotga kirishishi mumkin? Muso ota-onaning yashash tarzi qandayligini tezda tushunib yetdi. Musulmonlik da'vosini qilib yurgan bu oila namoz o'qish u yoqda tursin, bu haqda gapirishni ham zamonaviylikka zid deb bilardi. Muso bunday oilada yashashning ma'naviy iztirobiga sabr qilar, ehtimol Sudanda olib boradigan kurashimni mana shu oila muhitidan boshlarman degan fikr bilan tishini tishiga qo'yib chidardi. Muso eng avvalo Sudanni yaxshiroq bilishga, uning bugungi ahvolini o'rganishga g'ayrat qilar, ammo ko'rgan narsalardan dili xufton bo'lardi. Shu boisdan bo'lsa kerak, imkon topib xalq orasiga kira olmayotgan bo'lsa ham, juda ko'p sudanliklarning baxtsizlikda, hamon qullik zehniyatida qolib ketganini ilk kundayoq tushundi. Sudan rasman qullikdan ozod qilingan, mustaqil deb e'lon qilingan, lekin bo'yniga urilgan ma'naviy qullik zanjirlaridan haligacha qutula olmagandi. Sudan rasman istiqlolga erishgan, lekin ingliz va fransuzlarning moddiy va ma'naviy hukmronligini
qulata olmagandi. Sudanliklar hamon inglizlar oldida bo'yin egar, ularga janob, ser deb murojaat qilar, ammo ulardan biror marta bo'lsin insonlarga xos muomala ko'rishmasdi. Ahvol kecha qanday bo'lgan bo'lsa, bugun ham shunday davom etardi. Muso hamma narsadan oldin mana shu illatga barham berish, musulmon sudanliklarning g'arb oldidagi nomusi va sharafini tanitishni istardi. Muso Sudanga kelganidan beri bir necha martagina masjidga bora oldi. Ammo masjidda ham jamoatni kuzatib, ahvol Turkiyadan unchalik katta farq qilmasligini, kattakon masjiddagi jamoat 3 safni ham to'ldira olmaganini, xalq musulmonlikning namozdek eng muhim ibodatiga e'tiborsiz ekanini ko'rdi. Ota-bobolardan o'tib kelayotgan rasmiyatchilik u yoqda tursin, ixlos bilan ibodat qilishning biror ko'rinishi ko'zga tashlanmadi. Muso nimalardir qilishni istar, ammo ishni nimadan boshlash kerakligini bila olmay, boshi garang edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarida butun dunyo boshdan oyoq axloqsizlik botqog'iga botgan edi. Or nomus, insoniylik haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Halol haromning farqi yo'q, zo'rlar zaiflarning haqqini yeb ezar va buni ma'rifat deb bilishardi. Yolg'on, tovlamachilik, fitna, foiz, ichkilik kabi illatlar ijtimoiy hayotning tabiiy bir bo'lagiga aylangan edi. Ammo u zot bu muammolarning barchasini 23 yillik qisqa muddat ichida isloh qildilar. Johil xalqni dunyoning peshqadam ummatiga aylantirdilar. Muso ham suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ushbu usullaridan foydalanishni, ilohiy ta'lim tarbiyani tatbiq qilish orqali Sudanni namunali islom o'lkasiga aylantirishni niyat qildi. Muso buning uchun qancha kerak bo'lsa sabr qiladi, aslo yiqilmaydi, kaltak yesa ham, toshbo'ron qilinsa ham, jang maydoniga olib chiqilsa ham, bu kurashdan aslo qaytmaydi. Jamiyatda Qur'on axloqini, islomiy yashash tarzini haqiqatga aylantiradi. Mazlumning haqqini zolimdan olib beradi. Musoga bunday iymon muhabbatini bergan narsa kitoblarda o'qigan, ustozlardan eshitgan mujohidlarning jangovar ruhiyati, yengilmas irodasi, azmu shijoati edi. Muso ham ana shunday yo'l tutishga qaror qildi. Bu yo'lda hech kimdan yordam so'ramaydi. Zehni o'tmaslashgan johillardan na o'git, na yordam so'raydi. Bu orzularni ro'yobga chiqarish uchun unga Alloh taoloning o'zi yetadi. Mashina katta tezlikda yo'llardan o'tib borarkan, Muso ana shunday xayollar surar, miyasi shu kabi minglab fikrlar bilan band edi. Baquvvat mashina ikki tomoni oppoq gullar bilan bezalgan ulkan xiyobonga o'xshagan paxta dalalari orasidan o'qdek uchib bormoqda. Yuzlab erkagu ayollar, bola chaqalar yetilgan paxta ko'saklarini terar, tepasida ularni nazorat qilib turgan, qaroqchidek gavdali o'z millatidan, lekin g'arbga sotilgan qorovullarning qo'lidagi qamchisidan yemaslik uchun to'xtamay, dam olmay mehnat qilishardi. 20-asrda mustaqil musulmon mamlakatda o'rta asrlar zulmini, quldorlik tuzumini yodga soluvchi ana shunday manzaraga guvoh bo'lish mumkin edi. Musoning ko'z o'ngiga Misr piramidalari qurilishida ishlatilgan minglab qullar keldi. Paxtazordagi qullar esa ularning zamonaviy, takomillashtirilgan namunasi edi xolos. Bu ayanchli manzarani ko'rib, Musoning qalbiga zahar sepilgandek bo'ldi. Vaholanki o'zining millatdoshi, dindoshi bo'lgan bu bechoralarning qiynalayotganini ko'rgan Rizollohning birorta tuki ham qimirlamadi. Chunki u bular mening yerim, mening hosilim, bular esa mening qullarim, xizmatkorlarim degan tushunchada edi. Yuragida umuman milliy, diniy tuyg'u yo'q edi. Aksincha, bu shafqatsizlikdan lazzatlangandek, uning qarashlari jonli, lablari esa tabassum qilardi. Muso ko'zini chirt yumib tishini tishiga qo'ydi. Bir og'iz ham so'z aytmaslikka o'zini majburladi. Ammo ko'nglidan bunday otam bo'lganidan ko'ra haromi bo'lib yurganim yaxshiroq edi degan fikr o'tdi. Yana biroz yurgach, kattakon villaning oldida to'xtashdi. To'rt tomoni alvon rang gullar bilan bezatilgan xiyobonlar, shaffof suvlari to'lqinlanib turgan kattakon basseyn. Binoning orqa tomoni keng to'qayzor. Villa emas, jannat monand so'lim go'sha ekan. Ularni sariqdan kelgan cho'milish kiyimidagi yarim yalang'och ingliz ayol kutib oldi. Ayol jilmayib mashinaga yaqinlashdi.
mashinadan tushgan eriga quchog'ini ochdi. Hammaning ko'z o'ngida u bilan quchoqlashib, o'pishib so'rashdi. Muso bu sahnadan nafratlansa-da, bir amallab sabr qilib turdi. O'g'lim Zulfiqor Mahdiy. Rizolloh uni xotiniga tanishtirdi. Ayol Musoga qarab baland ovozda kulib yubordi. Qop qora odamning oq tanli o'g'li bor deyishganda ishonmagandim. Ayol o'zining kundoshi, erining misrlik xotini Xayrinisodan tug'ilgan oq tanli o'g'li borligini eshitgan, lekin ishonqiramay yurgandi. Endi o'sha o'g'ilni ko'rdi-yu unga hayosiz suq ko'zlari bilan qaradi. Musoning unga juda ma'qul kelgani yiltiragan ko'zlaridan ma'lum edi. Kim aytadi bu go'zal yigitni afrikalik deb? Ha, nimayam derdim, tabiatning jilvasi. Rizolloh kuldi. Qizimiz Laylo ham qora emas, jigarrang-ku. Ularning atroflarini zanji xodimlar, xizmatchilar o'rab olishdi. Xo'jayinlariga xush kelibsiz sultonim deya iltifot yomg'irini yog'dirishdi. Muso bilan ham so'rashib qo'lini o'pishdi. Muso o'ziga qaratilgan ajoyib qarashlardan o'ng'aysizlandi. Bular uni sudanlik deb bilishmas. Ularning qarashida qanday qilib bu yigit Rizollohning o'g'li bo'lishi mumkin degandek ma'no bor edi. Bu istamli qarashlardan paydo bo'lgan savollarga Muso shunday javob berdi. Ha, to'g'ri o'ylayapsizlar. Rizolloh otam bo'lishi mumkin. Lekin faqat rangimiz emas, ruhimiz ham boshqa. Men ham o'zimni hech bu kishining o'g'liga o'xshata olmayapman. Ertasi kuni Muso har doimgidek quyosh chiqmasdan uyg'ondi. Qulog'iga g'alati tovushlar eshitildi. Avvaliga azonmikan deb o'yladi, lekin tovush azon ovoziga o'xshamadi. Bu xuddi arining inidan chiqqandek g'alati ovoz edi. Muso qasrning balkoniga chiqdi-yu, tong g'ira-shirasida askarlardek tizilgan ishchi xizmatkorlarning paxta dalalari tomon oqib ketayotganini ko'rdi. Darhol kiyinib tashqariga otildi. Qullardek qilib safga terilgan odamlarning atrofini o'rab olgan, qo'lida qamchi ushlagan qorovullarni ko'rib yuragi achishdi. Yana Misr piramidalari qurilishiga majburan olib ketilgan qullar ko'z oldidan o'tdi. Muso zaharxanda bilan ozod Sudan dedi-yu, zahar yutgandek yuzi burishib ketdi. Uning ichi olov bo'lib yonardi. Ishchilar past ovozda qandaydir qo'shiq aytishardi. Muso diqqat bilan quloq soldi. Qo'shiq arab tilida emas ekan. Uning yerlik zanjilar tilidan kuylangan qo'shiq ekanini keyinroq bildi. Bu qo'shiq shunchalar mag'zun va yuraklarni parchalovchi ediki, ma'nosini tushunishning keragi ham yo'q edi. Bechora qullar o'z millatining vakili bo'lgan gavdali nozirlarning qamchisini yemaslik uchun tez-tez yurib borishardi. Sekinlaganlar, chopishga quvvati yetmaganlarning orqasiga sharaqlab qamchi tushar. Qani yugur tez, chop hayvon, qamchi yeysan hozir degan baqir-chaqirlar, haqorat va so'kinishlar eshitilardi. Musoning tepa sochi tikka-tikka bo'lib ketdi. Shu payt Musoning ko'zi bir keksa odamga tushdi. Chol oyog'ini toshga urib olib munkib ketdi. Bechora ihrab yerga yiqilishi bilan yelkasiga qamchi zarbalari tusha boshladi. Bu vahshiylikni ko'rib Muso jim tura olmadi. Yugurib pastga tushdi-yu qorovulning qo'lidan ushlab yuziga musht tushirdi. Qullar karvoni birdan to'xtadi. Hamma qo'rquvdan dag' titrardi. Qop-qora yuzlaridan otilgan chaqmoqdek qarashlar Musoni diqqat bilan kuzatardi. Hozir bir falokat bo'lishiga ularning ishonchi komil edi. Bechora chol shu yoshga kirgunicha hech kim uni bunday himoya qilmagandi. Kutilmagan zarbadan yerga yiqilgan qorovul g'azab bilan o'rnidan turdi-yu, qarshisida xo'jayinning o'g'li Zulfiqorni ko'rib hayratga tushdi. Yuzini jahl o'rniga qo'rquv bulutlari egalladi. Qorovul nima ayb qilganini bilmasa ham, har holda qo'rquv bilan o'zini Musoning oyoqlari ostiga tashlab uzr so'ray boshladi. Bu voqeani ko'rib nima qilishni bilmay qolgan boshqa qorovullar ham Zulfiqorni ko'rib qaltiray boshlashdi. Muso yollari hurpaygan arslondek vajohat bilan baland ovozda baqirdi. Qaroqchilar, iblislar, axir bu ishchilar ham sizning millatingizdan-ku. Rangi sizniki bilan bir xil-ku. Qanday qilib ularni urishga, qamchilashga jur'at qilasizlar? Ularni so'kishga, urushga nima haqlaring bor? Bu yerlarda senlar qamchilayotgan mana shu birodarlarimizning ham haqqi bor. Balki ularning haqqi senlarnikidan ham ko'proq. Mana shu vatan, Sudan ularning ham yeri, ularning ham mulki bo'ladi. Ularni hatto chertishga ham haqlaring yo'q.
ularga ko'tarilgan qamchi menga qarshi ko'tarilgan bo'ladi. Toki men tirik ekanman, bularga ko'tarilgan qo'lingni sindiraman. Birodarlar, men hammangizga murojaat qilyapman. Ko'zingizni oching. Hur va ozod sudanda qullikni yo'qotaylik. Bunday zalolat ichida yashagandan ko'ra o'lganimiz yaxshimasmi? Axir biz musulmonlarmiz-ku. Muso g'azab ichida dilidagi borni to'kib solarkan, biror inson churq etib ovoz chiqarishga jur'at qila olmadi. Ishchilar bunday voqeaga birinchi marta guvoh bo'lishayotgan edi. Shu paytgacha ularga hech kim ozodlik, adolat haqida gapirmagan edi. 25-qism tugadi.